Wi-Fi buzishdan davom etaylik, qaranglar. Biz hayotimizda shu so'zni eshitganmizmi? Lekin hakerlarning turlari bor, to'g'rimi? Simulyatsiyalarda, serverlarda test qilib ko'rishgan, kimdir chiqib, biz pullarni havo orqali o'tkazamiz degan gap bor edi. Bizda bittasi shikoyat qilgan kiberxavfsizlik va ichki ishlarga. 2030-yilgacha borib kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt tufagi degan narsa haqida eshitdinglarmi? Qaysidir kompaniyadan bitcoinlar o'g'irlanish, hakerlar bizda ham bor. Ikkinchi nomi bilan nima deymiz ularni? Uzluksiz ishdan keyin kelyapman. Uxlolmaganman. Agar mabodo qayoqdadir chalg'isam, meni yo'naltirib turinglar, mayli? Tak, nimada o'qiymiz? Uni bildim. Kiberxavfsizlik. Kiberxavfsizlik nima deylardi? Yo'nalishida o'qiydiganlar qo'linglarni ko'taringlar, iltimos. Nima haqida gapirishimni xohlaysizlar bugun? Men mavzu sifatida tanlangan mavzuga biroz tayyorlandim. Haker, ekran ortidagi ong. Ya'ni haker qanaqa o'ylaydi? Pentester kim? Hakerni bilasizlar, qonuniy nomlari bor. Qonuniy ishlasanglar pentester bo'lishinglar mumkin. Yana qanaqa sohalarni bilamiz? Hozir kiberxavfsizlikni qaysi yo'nalishida o'qiyapsizlar? SOCmi, Blue Team o'qiyapsizlar, to'g'rimi? Juda yaxshi. Blue Team, Red Team, to'g'rimi? Asosan ikkiga ajratamiz. Blue Team himoyada, SOC deymiz, Security Operation Center. Bular AI bilan bog'liq yangiliklar haqida ham to'xtalaman. SOC tizimlari ayniqsa oxirgi AI loyihalari bilan ancha quloqiylarga kirgandir. Wiz'ni qiladigan ishi cloud backend serverlarga deyman, yana ham ochiqroq qilib, serverlarga API levelida xavfsizlik xizmatlarini beradi. Bular haqida ham gaplashamiz. Xo'p, kiberxavfsizlik xodimi va haker o'rtasida nima farq bor? Haker buzadi. Ikkalasi ham buzuvchi. Yanachi, kimda nima fikr bor? Bittasi qonuniy, bittasi noqonuniy. Yana? Nima? Ya'ni buzib kiradi, keyin buzib kirgan xatdan hujum qilgan shularni aniqlab qonuniy tarzda yozib beradi. Shunaqa. Ya'ni men hozir bu yerda haker dedim va hamma birdaniga buzg'unchini ko'z oldiga keltirdi. Yaramaslar. Mana bu kitobni beraman sizlarga. O'zbek tilidagi kitob. Bu inglizchasi ham orasida aralashib ketgan. Nu sizlar inglizchani ham bilsanglar kerak. Internetdan topsanglar bo'ladi PDF-ni bemalol, lekin men sovg'a qilgan kitobning ichida kiberxavfsizlik xodimi nima, haker atamasi nima juda chiroyli qilib tushuntirilgan. Biroz to'xtalaman shu masalaga. Biz hayotimizda shu so'zni eshitganmizmi? Life hack. Life hackdagi hack nima? Oson yo'l, to'g'rimi? Ya'ni life hack deganda hayotni buzib yuborishni nazarda tutmaymiz, to'g'rimi? Life hack. Osonroq yo'lni topish, to'g'rimi? Hacker shu. Osonroq yo'lni topadi. Birinchi hackerlik amaliyoti haqida kim nima ma'lumotga ega? Universitet talabalari dekanini hojatxonaga qamab qo'ygan. Masalan, mana shu birinchi physical hack amaliyot. Masalan, yana ba'zi xabarlarni eshitganmiz, bug. Bug nimaligini bilasizlarmi? Kodinglarda xato chiqsa bug bo'ladi, to'g'rimi? Va nima uchun bug deb nomlangan? Hasharot, kompyuterga, o'sha eski kompyuterlarimizdan bittasining ichiga hasharot kirib qolgan va o'sha joyda ishni to'xtatgani uchun undan keyin biz bug deymiz, to'g'rimi? Xo'p, kiberxavfsizlik xodimlari va hakerlarning orasida hech qanaqa farq yo'q. Ikkalasi ham bir xil atama. Hacker atamasini bizga noto'g'ri qilib tushuntirgan Gollywood aslida noto'g'ri bilan tushuntirmaganda, lekin eng haypoviy masala Gollywoodda hakerlar. Hamma kinoni qaysidir joyida, qaysidir telefonini buzadigan bitta haker bor. Kimgadir lokatsiyalarni aytib turadigan bitta haker bor. Yana kimnidir bank hisob raqamlarini muzlatadigan haker bor yoki bilmayman, bu yadroviy bombalarni chiqaradigan, keyin to'xtatadigan ham haker, to'g'rimi? Aslida juda to'g'rida. Va men bugun aytadigan mavzularning ichida shular ham bor. Xo'p, biroz basicdan boshlaylik bo'lmasa. Nima uchun kiberxavfsizlikni tanladinglar?
Qiziqish, faqat qiziqishmi, bo'ldimi? Kelajak shunga bog'liq. Yaxshi fikr. Yaxshi fikr. Kelajakda ko'p sohalar sun'iy intellekt aniqladi. Shunaqa. O'ziga ham kiberxavfsizlik kerak. Aslida sun'iy intellekt o'ziga ham kiberxavfsizlik kerak. Sun'iy intellekt o'zidan qanaqa foydalanishni bilish uchun ham kiberxavfsizlik ma'lumotlari juda asqotadi. Tizim ma'lumotlari ayniqsa. Xo'p, bo'lmasa men boyagi mavzuga bitta qaytaman. Kiberxavfsizlik xodimlari, xakerlar orasida hech qanaqa farqi yo'q, lekin xakerlarning turlari bor, to'g'rimi? Shu siyqasi chiqib ketgan gap bor-ku. Black hat hacker, white hat hacker. Black hat hacker biz hozir aytayotgan hacker, boyagi buzg'unchi. White hat hacker qonuniy. Black hat hacker bilan white hat hackerning orasidagi farq nima desam nima deysizlar? Bitta so'z bilan. Yaxshi yomon, yaxshi yomon. Bunga biz yana ham qisqaroq qilib etik deymiz, ya'ni o'zbekchada ethical, axloq mezoni bor o'rtada. Bittasi axloqsiz, bittasi axloqli yoki axloqan. O'zbekchada bilmayman qanaqa tarjima qilamiz endi. Ethical, ya'ni axloq qoidalari bor. Xo'p. Ya'ni bittasi sizlarni ekran ortidan buzayotganda motivatsiyasi faqat pul bo'ladi va nima bo'lishidan qat'iy nazar ekran ortidan bo'lgani uchun sizlarni tushirish yoki bo'lmasa sizlarni emas, ya'ni bizlarni tushirish ularning motivatsiyasi, to'g'rimi? White hat hackerlar odatda o'sha black hat hackerlar qila oladigan barcha ishni qila olishadi. Buzib kira olishadi. Hammasini simulyatsiyalarda, serverlarda test qilib ko'rishgan, real hayotda test qilib ko'rishgan. Black hat hacker bilan bir xil manbalardan o'rganishgan, bir xil ma'lumotlarga ega va bittasi white hat hacker qonunan ishlaydi, axloqan ishlaydi va masalan yozgan ishlarida report tayyorlaydi. Write up deymiz, biz report tayyorlaysizlar sizlar ham. Soqchi bo'lib ishga kirsanglar, masalan, kompaniyaga qanaqadir hujum keldi, sizlar logdan ko'ryapsizlar, to'g'rimi? IP adreslarini ko'ryapsizlar va mavzu haqida qisqacha report yozishinglar kerak bo'ladi. Tushundinglar? Qayoqda ishlashinglardan qat'iy nazar, masalan, bankda qanaqadir DDoS keldi o'rtadan va bu DDoS tizimga deyarli zarar ham yetkazmadi, lekin SOC operator baribir mana shu kelgan DDoSni umumiy hujjat qilib yuborish shart. Endi hujjatlarda biroz qiynalmayapmiz, sun'iy intellekt bilan ishlarimiz osonlashgani uchun. Xo'p. Masalaga prezentatsiya tayyorlamagan bo'lsam ham biroz qiziq mavzularni yozib oldim, shulardan davom etaman. Xo'sh. Bitta member internetim ishlamayapti. Bitta member ko'rganmisizlar, ekrandan qo'lini chiqarib shapalaveradi. Cyberbullying haqida eshitganmizmi? Ya'ni kiber bullying nima edi? Ustidan kulish, mazax qilish va hokazo shunga o'xshagan tarjimalar bor, to'g'rimi? Va hozir kiber xavfsizlik olamida hakerlarni yoki yosh hakerlarning motivatsiyasi shijoatini ortidagi eng asosiy omil ularning virtual ekanligi. Tushundinglar? Bu bilan nima demoqchiman? Bitta inson qaysidir insonni klaviaturalar orqali urishi mumkin, to'g'rimi? Men seni unaqa qilaman, men seni bunaqa qilaman, masalan. Lekin hayotda bu narsa hayotda amalga oshishi mumkin bo'lgan narsami? Ya'ni 100% bu narsa amalga oshadimi? Amalga oshmaydi, to'g'rimi? Va aksariyat qora shapkali hakerlarning boshlang'ich motivatsiyasiga shijoat beradigan narsa omil mana shu. Va sizlar ham kiber xavfsizlikni o'rganayotgan bo'lsanglar, maslahatim, kiber xavfsizlikni qonuniy tarzda faoliyatingizga qo'shishinglar kerak. Xo'p, men sizlarga beradigan kitobdan ikkita qismni belgiladim. Shu ikkita qismga biroz to'xtalaman, keyin mavzuda davom etamiz. Demak, kiber xavfsizlik xodimlari sifatida yoki hakerlar sifatida biz tizimlarga tekshiruv amaliyotlari bajaramiz, to'g'rimi? Masalan, buzib kiruvchi hakerlar, ya'ni offensive security xodimlari, offensive security, defensive security. Defensive security hozir sizlar o'rganayotgani, himoyaviy. Mani soham afsuski bu emas. Offensive security, ya'ni hujumkor xavfsizlik. Hujumkor xavfsizlikda biz nima qilamiz? Ma'lum bir steplarimiz bor. Veb-saytni birinchi qiladigan ishimiz reconnaissance deymiz buni inglizchada, yoki bo'lmasa yana bitta nom bor, esimdan chiqdi. O'zbekchada kuzatuv amalga oshiramiz.
ayg'oqchilik qilamiz. Razvedka ruschada. Razvedka qilamiz, to'g'rimi? Veb-sayt haqida ma'lumotlar to'playmiz, keyin ochiq eshiklarni soniga qarab yoki ochiq eshiklarni statusiga qarab bitta-bitta sinashni boshlaymiz. Qaysi biridan tizimga muvaffaqiyatli buzib kirsak, o'sha bizani nimamiz bo'ladi? Vulnerability'miz bo'ladi. Vulnerability esa zaiflik degani. Tushundinglar? Demak, bizda tizimlarga buzib kirish o'zi kimga qiziq? Hammaga emasda mana. 50% yil qo'l ko'tardinglar hozir. Tizim buzish nimaga hammaga qiziq bo'lishi kerak? Tizim buzish agar kinolarda bunaqa qilib ko'rsatilmasa, katta ehtimol bilan unaqa ommalashmas edi. Demak, buzish pentesting masalasida ikki xil pentesting amaliyoti bor. Bittasini biz virtual amalga oshiramiz, bittasini fiziki amalga oshiramiz. Fiziki pentesting ham juda qiziq narsa. Qachondir nima deydi, bir burchakdan o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Masalan, binolarni, hozir mana shu bino bor-ku. Men kimdirning hamrohligida kirib keldim. Lekin kimdirning hamrohligida emas, o'zim kirishga harakat qilsam va ruxsat ola olmasam, boshqa eshiklardan foydalanib yoki bilmayman, masalan, NFC kartani klon qilib, zdaniyaga kirishim mumkin, to'g'rimi? Va kirish amaliyoti aslida pentesting. Tushundinglar? Xo'p, pentesting so'zini ma'nosini bilamizmi? Men ko'p ishlatyapman pentestingni. Shunaqa. Penetration testing deyiladi. Ruchka bilan aloqasi yo'q, ya'ni pen testing, pen qalam, ruchkani test qilish aloqasi yo'q. Pentesting, penetration testing, ya'ni buzib kirishga urinish, buzib kirishga harakat qilish yoki buzib kirishga urinish amaliyoti. Tushundinglar? Mana shu tizimlar buzib kiriladi, xabarlarni eshitamiz. Masalan, bu sayt buzib kirildi. Masalan, yana O'zbekistonda qanaqa hacklarni bilamiz? Bu universitetning sayti buzib kirildi yoki senatning sayti buzib kirildi deydi yoki ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlar tarqaldi deydi-yu. Hammasi shuning orqasidan kelib chiqadi. Xo'p, men yana bir qiziq mavzuga to'xtalaman. Bu orada qancha vaqtim bor meni? Event necha daqiqa deyilgan sizlarga? Nima? Vaqt aytilmagan bo'lsa men qo'yaman, 1 soat 20 daqiqamiz qoldi. Tak, pentesting amaliyotlarini bajarayotgan vaqtimizda white box va black box, gray box degan narsa ham bor, lekin asosan white hacker, black hat hacker, white box, black box degan atamalar bor. White box protsessida hacker sifatida, pentester sifatida sizlar veb-saytni buzib kirish uchun hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmaysizlar. Tushundinglar? Ya'ni mijoz, client sizlarga veb-saytni domainini yoki bilmayman API ni manzilini beradi va hech qanaqa ichki ma'lumotlarsiz, mendan hech qanaqa ma'lumot olmasdan turib, nima qila olasan? Tekshiramiz deydi. Ichkarida emas biza. Ichkarida degan kino ham bor adashmasam, ha? Ichkarida emas biza. Tushundinglar? Tak, black box bor. White box protsessida biz tashqi omildan foydalanib, ya'ni bilmayman, masalan, Paragvayda o'tirgan bitta hackerni qila oladigan barcha amaliyotlarni bajarib ko'ramiz. Ya'ni virtual tarzda. Paragvayda o'tirish shart emas, farqli qayoqda o'tirishini tushundinglar? Va bu proses tugagandan keyin kompaniya chuqurroq pentesting amaliyotini bajartirish uchun sizlarga black box ga ruxsat beradi. Ya'ni kompaniyani mijozi bo'lasizlar. Tushundinglar? Masalan, Wi-Fi buzishdan davom etaylik, qaranglar. Wi-Fi buzish hammalarga qiziq, bitta Wi-Fi router bor. Va men bu Wi-Fi routerga ulanmasdan oldin, ya'ni buzib kirmasdan oldin qanaqa ma'lumotlarga egaman? Nomiga egaman. IP adres emasdan MAC adresi bu narsa, ya'ni physical adresga egaman, chunki tarmoqqa bog'langandan keyin IP adresini chiqara olamiz. MAC adresiga egaman. Yana SSID deyiladi, SSID nomi. Yana nimalarga egaman? Hech Wi-Fi buzib ko'rmaganmisizlar oringlarda hech kim? Nechinchi kurssizlar? Siz davom etaylik, davay. Birinchi kursmisizlar, yaxshi. Eshitaman? Viber Plus. Nima u? Mana shu Wi-Fi buzadigan programmalarni ichini nazarda tutyapman. Ya'ni ichini ochyapmiz hozir Wi-Fi buzishda. Eshitaman, aytaveringlar bemalol. Siz aytavering. Qo'lingizni ko'taryapsiz? Tak, bitta laboratoriya sharoit tashkillashtirib olinglar o'zingizlarga. Bitta Wi-Fi router olasizlar. Internetga bog'lashinglar shart emas. Ismini HackMe deb qo'yinglar yoki TryHackMe. TryHackMe platforma ham bor. Nomi ham juda chiroyli. TryHackMe deb qo'yasizlar, parolni qo'yasizlar, bir-biringizlar buzishga harakat qilasizlar. Qonuniy tarzda, tushundinglar? Hech qanaqa internetga bog'lashinglar shart emas. Demak, Wi-Fi buzmasdan oldin bizani juda ko'p ma'lumotlarga datamiz, aksesimiz bor aslında olganda. Wi-Fi buzish protsessiga kirganinglardan keyin yaxshiroq tushunasizlar. Va men buni faqat Wi-Fi misolida ko'rsatyapman shunchaki.
juda sodda bo'lgani uchun. Masalan, men hozir telefonimdan yoki kompyuterimdan Wi-Fi ni yoqqanimda ro'yxat chiqadi. Men Wi-Fi bittasini tanlaganimda bog'lanish uchun mendan parol so'raydi, to'g'rimi? Meni boshqa hech qanaqa ma'lumotim yo'q. Lekin aslida men telefonni Wi-Fi ni yoqishim bilan bu yon atrofdagi device'larni sken qilish uchun va yon atrofdagi device'lar, ya'ni qurilmalar buni topish uchun skeningga ochiladi. Tushundinglar? Ya'ni men ochiqman deb signal tarqatadi. Hozir cho'ntagingizda telefon bor, Wi-Fi ga bog'langan katta ehtimol bilan. O'zidan o'zi bog'lanmagan, to'g'rimi? Boyaga bitta mem ko'rgandim, dumalab qolgandik biz birga o'tirib. Va bunaqa narsalar ko'rmayman-da odatda. Bunaqa komediyalar bor deb o'ylamagandim. Kimdir chiqib, biz pullarni havo orqali o'tkazamiz degan gap bor edi. Juda mantiqli narsa aslida olganda, havo orqali o'tkazamiz. Kislorod yoki bilmayman, karbonat angidrid orqali emas, aslida havo orqali o'tkazamiz, to'g'ri? Tarmog'imiz havoda uchib yuribdi hozir. Va hozir telefoningizlar Wi-Fi ga bog'langan yoki Wi-Fi ga bog'lanmagan yoki Wi-Fi ga bog'lanishga harakat qilyapti. Men kompyuterimdan barchasini kuzata olaman. Tushundinglar? Wi-Fi ga buzib kirmasdan oldin Wi-Fi ga kimlar bog'langanini ko'ra olaman. Tushundinglar? Nima sababdan? Chunki ya'ni hozir Wi-Fi routerni shu yoqda deb nazarda tutinglar. Mana shu yoqda Wi-Fi router va telefoninglar orqali borib kelayotgan signal havoda. To'g'rimi? Wireless network deymiz, simsiz tarmoq deymiz va VPA protokollari bilan xavfsizlashtirishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Tarmoqning protokoli nima? VLAN, ya'ni Wireless Local Area Network, to'g'rimi? Va qaranglar, hozir men kiberxavfsizlik xodimi sifatida bitta Wi-Fi routerga boshqacha ko'z bilan qaradim, to'g'rimi? Ichidan kirishga harakat qildim. Aslida life hack bu. Ya'ni bitta narsani osonroq qilishga harakat qilasizlar. Qachonki meni Wi-Fi routerga ishim tushsa yoki Wi-Fi ga ishim tushsa, Wi-Fi ga kengroq qaray olaman. Yana misol keltiraman men hozir. Nima uchun bu muhim? Hacker faqat tizimga buzib kiradimi? Faqat tizimga buzib kirmaydi. Hacker oson yo'l topishga harakat qiladi. Masalan, sizlar kiberxavfsizlik xodimi bo'lganingizdan keyin qachondir karyera o'zgartirishinglar mumkin yoki karyerangizda yuqorilashinglar mumkin, to'g'rimi? Masalan, Shark Tank ko'rasizlarmi? Shark Tank degan loyiha bor. Yoshligimizdan beri bor, to'g'rimi bu loyiha? Masalan, ichida esimdan chiqib ketdi, adashmasam, Jeremy edi, milliarder va kiberxavfsizlik xodimi sifatida ishini boshlagan. To'g'rimi? Ya'ni karyera almashtirishinglar mumkin qachondir, to'g'rimi? Va uni ham shu gap menga yoqadi. Kiberxavfsizlik xodimi yoki dasturchi deymiz biz, dasturchi quradi, to'g'rimi? Kiberxavfsizlik xodimini dasturchidan nima ustunligi bor meni ko'zimda? Bu ham qurilish protsessini biladi, ham buzilish protsessini biladi. Kiberxavfsizlik dasturchi faqat quradi. Xavfsizlik tomonlariga umuman e'tibor qilmaydi. Tushundinglar? Chunki ishi uni qurish. Va kiberxavfsizlik xodimi bir vaqtning o'zida ham qurish protsessini, ham buzish protsessini yaxshiroq tushunadi. Va boshqa ishlarda ham asqotadi bu narsa. Tushundinglar? Masalan, Wi-Fi protokollari qanaqa ishlaydi yoki Bluetooth protokoli qanaqa ishlaydi? Masalan, Wi-Fi protokolini qanaqa ishlashini tushunsanglar, mana kelajakda IoT qurilmalari, men ko'zimdagi ko'zoynak ham IoT qurilmasi. Wi-Fi va Bluetooth transmissionlari bor va men telefonim orqali Bluetooth protokolidan GIF yoki bo'lmasa kichkina rasmlarni ko'z oldimga ekranga chiqarib olaman, to'g'rimi? Va bu protsessda men o'rgangan narsalarim, hackingdan o'rgangan narsalarim. Bitta Bluetooth protokoli orqali ikki kishi murojaat qilishi mumkinmi? Ya'ni devicening ichidagi muammolarimdan bittasi, tushundinglarmi? Men bu deviceimni xuddi AirPods Max'ga o'xshab, ya'ni AirPodlarga o'xshab, ham Mac'imga, ham telefonimga bog'lay olamanmi? Bir vaqtning o'zida ikkita device'dan ham notification kelsa, ekranimga chiqarib olaman, menga o'xshagan savollar. Tushundinglar? Yoki bo'lmasa Wi-Fi, tushundinglarmi, so'zimni ko'p ishlatmayapmanmi ish qilib? O'zimga bilinmayotgan biror narsa bo'lsa aytinglar. Va hackerlik, kiberxavfsizlik o'rganishinglar, ayniqsa hozir SOCsizlar va ya'ni Blue Teamsizlar, Blue Teamni o'rganishinglar bilan yoki Blue Team o'rganish protsessida Red Team bilan bog'liq ma'lumotlarni ham o'rganishda davom etinglar. Mana shu so'rsinglarni o'zi yetadi. Mana shu kitobni o'zi ham yetadi sizlarga Red Team bo'lishinglar uchun. Tushundinglar? Mana shu kitobni o'zi yetadi sizlarga. Tonnalab ma'lumot bor ichida. Xo'p, endi kiberxavfsizlik xodimi kim? Qanaqa qilib hacker bo'lasizlar? Endi mavzuni boshiga qaytaylik. Ekran ortidagi ong dedik-ku. Hamma mavzuga ekran ortidagi ong hozir men qaragandek qaraydi. Tushundinglar? Masalan, Wi-Fi protokoli qanaqa ishlaydi? Wi-Fi router qanaqa ishlaydi? Wi-Fi ga bog'lanmasimdan oldin qanaqa ma'lumotlarga egaman? Wi-Fi ni parolini bilmasdan turib, yon atrofdagi userlarga qanaqa zarar yetkaza olaman? Yoki
kimdir menga Wi-Fi orqali zarar yetkazayotganda men qanaqa qilib choralar ko'raman va hokazo va hokazo va hokazo. Tushundinglar? Men bitta narsa esimga tushdi-da. Rasul akani oldiga borganda uzun hujjat tayyorlagandim. Kim o'qimadilar uni. Uni men o'zim o'qib chiqqan edim. Tayyorlab chiqqan edim. Va bu dokumentda shunaqa narsa deyiladi. Bizada bittasi shikoyat qilgan kiberxavfsizlik va ichki ishlarga. Va shikoyat shu. Meni skamer urdi. Ya'ni mashenik, hacker urdi. Jarayon qanaqa? Jarayon qo'ng'iroq orqali bo'lgan yoki SMS orqali, aniq esimda emas. Masalan, qo'ng'iroq orqali aldash boshlangan va menga qo'ng'iroq keldi va men sezyapman, da meni aldayapti bu. Aldashga harakat qilyapti. Skamer bu yoki hacker bu yoki mashenik bu va hokazo. Qani oxirgacha boraychi nima qila olar ekan? Qanaqa usuldan foydalanar ekan? Shu yo'l bilan davom etgan 10 daqiqadan keyin hisob raqamida pullarni yechib olgan. Endi qanaqa bo'lgan uni men bilmayman. Batafsil yozmagan. Masalan, taxmin qilish qiyin emas. Qaysidir linkka bosmaslik kerakligini hamma bilishi mumkin. Lekin bilmayman, qanaqadir Play Market orqali o'rnatilgan rasmiy dasturni bilmasligi mumkin yoki bilmayman. Masalan, shunaqa vaziyatga duch kelmaganmi? Sizlar o'zingizlar xohlamasdan ma'lumotlar tarqalib ketgan yoki hack bo'lgansizlar. Telegramingizlar hack bo'lgan bo'lishi mumkin, o'zingizlar xohlamasdan hech narsa qilmagansizlar, o'zi hack bo'lib qolgan, to'g'rimi? Eshitaman? Shunaqa. Va bularni orqasida, ma'lumotlar tarqalishining orqasida boshqa kompaniyalarni kiberxavfsizligiga mas'uliyatsizlik bilan qaragan. Sizlar masalan, oylik.o'zdan Gmailinglar orqali telefon raqaminglarni kiritib, mayedinglarni tasdiqlatib, ro'yxatdan o'tdinglar. Rozi bo'lib, faqat oylikni ishlatmoqchisizlar. Va qarabsizlarki, ertasi kun hack bo'lgansizlar. O'zingizlar xohlamagan holatda. Chunki u kompaniya ma'lumotlarni saqlayapti. Tushundinglar? U kompaniya sizlarning ma'lumotingizga mas'uliyatsiz bo'lgani uchun sizlar o'zingizlar bilmagan joydan hack bo'lishinglar mumkin. Tushundinglar? Masalan, u qo'ng'iroq qilgan hacker ham katta ehtimol bilan, ya'ni buni butun profili oldida ochilgan turibdi. Nechta bolasi bor, qayoqda turadi, oylik daromadi qancha, qayoqda ishlayapti va hokazo va hokazo va hokazo, tushundinglar? Va uni men akula bilan o'ynash degandim. Endi oxirgi bo'limlarga kiryapman va qiziqarli faktlarga to'xtalamiz. Hacklarni biroz analiz qilamiz. Agar ekraningizlar yonsa, kompyuter bersanglar, men blog ko'rsataman, shu blogni kuzatasizlar. Xo'p, demak, kiberxavfsizlik xodimi yoki buzib kiruvchi inson yoki davay sok xodimlari ham deylik, qanaqa qilib biz kiberxavfsizlik xodimi bo'lamiz? Xo'p, qanaqa qilib kiberxavfsizlik xodimi bo'lamiz? Bu haqida gaplashamiz, kelinglar. Demak, men bir narsani o'qib beraman-da. Ted James 90-yillarning boshlarida men SGML tanlovidan foydalanib yozishga majbur qilgan dasturiy ta'minot kompaniyasida texnik yozuvchi bo'lib ishlaganman. Bu kelajakda kiberxavfsizlik xodimi bo'lgan insonning aytayotgan narsasi. Kod yozaman. Odatiy hayotimda bitta protokolni kodini yozaman. Men bu orada umrimda eng baxtli kunlarimdan bittasi internetni qaysi protokol edi? DHCP-midi routerlar uchun ishlatiladigan internetda ishlashi uchun bizani mana shu tarmoqlarimiz ishlashi uchun kerakli bitta protokolni yozgan inson bilan tanishgan edim. Sochlari oq professor. Bu bilan bog'liq ham hozir nimadir deyman. Va standart umumlashtirilgan belgilash tili web sahifani ishlab chiqish kodiga o'xshaydi, lekin har bir turdagi hujjatlar uchun, ya'ni turli xil ko'rinishdagi hujjatlar uchun ishlab chiqish nimasiga, qo'llanmasiga o'xshaydi. Bir necha yil o'tgach, internet odatiy narsaga aylanganida, qaysi zamonlar ekanligini tushunyapsizlar, to'g'rimi? Bu hozir 90-yillarda HTML sahifalarni nazarda tutyapti. Endi internet ommalashishni boshlayapti 95-98-yil. 2000-yillardan boshlab internet ommalashishni boshlayapti. Va endi bir necha yil o'tgach, internet odatiy narsaga aylanganda, men HTML yozishni allaqachon bilganimni angladim. Protokol davomida HTML ni o'rgangan, kod yozishni o'rgangan va internet ommalashgandan keyin veb-saytlar HTML da qilinyapti va eng katta talab kimga? HTMLchilarga, to'g'rimi? Ya'ni front-endchilarga osonroq qilib aytganda va ya'ni o'z-o'zidan HTML ni bilishimni bildim va davom etdim. Tushuntira oldimmi? Qolganini o'qib o'tirmayman, o'zingizlar o'qiysizlar. Juda foydali ma'lumotlar bilan ulashgan. Va buzib kirish, offensive security xodimi bo'lishimiz uchun biza buzib kirayotgan tizimimiz haqida batafsil ma'lumot bilishim kerak.
Shundoq bog'lab qilaversangiz, men chalib qo'yaman bo'ladi. Mana shunaqa. Va tizimga buzib kirish uchun tizim haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishim kerak. Masalan, Windows operatsion tizimini buzib kirishinglar uchun Windows qanaqa ishlaydi? Windowsning qanaqa levellari bor? Defender Windowsdan qanaqa qilib virusni aniqlaydi? Antivirusni o'zi qanaqa ishlaydi va hokazo ma'lumotinglar bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa aksariyat veb saytlarimiz Linuxda. Linuxda root qanaqa qilib olinishi mumkin? Ya'ni bundan oldin bir dunyo o'rganadigan narsalar bor. Men asosiylarini aytayapman yoki bilmayman port swapping yoki yana nima deyiladi? Port yo'naltirish va hokazo bunga o'xshagan ma'lumotinglar bo'lishi kerak, chuqur ma'lumotinglar bo'lishi kerak. Men tizim haqida chuqur ma'lumotinglar bo'lishi kerak deganda sichqonchani olib Windowsda Excelni ochishni bilishinglar kerak demayapman. Tushundinglar? Windowsda bir dunyo run levellar bor. Windows masalan nechta qavatni ichida ishga tushadi? 5 ta qavatni ichida ishga tushadi. Oxirgi qavat restart beradi unga va hokazo bu ma'lumotlarni bilishinglar kerak. Yoki Windowsdagi servislar qanaqa ishlaydi? Windowsda asosiy huquqni sizlarga beradigan administrator dashboardi nima? SOC bo'lsanglar boshlagan bo'lsanglar bilishinglar kerak. Takrorlayman. Savolni yana ham soddaroq qilishga harakat qilaman. Microsoft tomonidan tizim administratorlari uchun Windowsning ichida qoldirilgan tizim ta'minoti nima? Sizga ko'p narsaga ruxsat beradi. Ya'ni masalan oddiy narsa bilan kiradigan bo'lsangiz, sizga kam cheklov bo'ladi. Hatto administrator bilan kiradigan bo'lsangiz, kattaroq cheklov bilan aqlamiz. Albatta. PowerShell nazarda tutyapman. Mana CMD'miz bor-ku bizani. .NET framework asosida qurilgan mana. Mana bu bizani CMD'miz, to'g'rimi? Command Control'imiz. Command adashmasam CMD'ning qisqartmasi. Ya'ni biza agar bu bizani CLI'imiz. Command line interface'imiz, bularni bilishinglar shart. Tushundinglar? Command line interface'imiz. Mana bu bizani, mana sichqoncha bilan bilmayman, turli xil oynalarni ocha olaman, puskni bosa olaman, bilmayman. Bu bizani GUI'imiz. Graphical user interface'imiz. Bittasidan biz sichqoncha orqali foydalanamiz, bittasidan biz klaviatura orqali foydalanamiz. Hacker bo'lish uchun nima qilish kerak birinchi bo'lib? Qora oyna va yashil yozuvlar. Qora oyna, oq yozuvlar faqat hozir. Xo'p, va PowerShell ham xuddi shunaqa graphical user interface va command line interface orqali bizga beriladi va masofadan turib tizim administratorlari bog'lanishi yoki bo'lmasa tizimni o'zidan turib butun tizimni boshqarish uchun kerakli. Tushundinglar? PowerShell skriptlash tili. Python skriptlash tili. Bular skriptlash, ya'ni dasturlash tillari, tushundinglar? Ham kod yozsanglar bo'ladi, ham komandalar ishlatsanglar bo'ladi. Buni o'rganishinglar shart. Tushundinglar? PowerShellni bilishinglar shart. Yoki bo'lmasa mayli bitta skriptlash bilishinglar shart, chunki hozir AI bilan ishimiz osonlashgan. Biz scripting language'ni bilmasak ham umumiy dasturlash logikasi bilan boshqa kodlarni yoza olamiz. Tushundinglar? Cheksiz tarzda kod yoza olamiz. Faqat uni ishlash strukturasini bilsak bo'lgani. Tak. Mani nima sababdan chaqirgan deylar? Sizlar meni chaqirdinglarmi yoki sizlarni ma'muriyatinglar meni chaqirdimi? Sizlar chaqirdinglarmi? Ya'ni sizlar nima bilan chiqdinglarmi? Nimaga chaqirdinglar? So'raylar, ya'ni demoqchimanki, nimaga chaqirgan bo'lsanglar, nima savolinglar bo'lsa, so'raylar, men javob berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Men davom etaveraman, savolinglarni yig'inglar degan ma'noda aytayapman. Bu internetga bog'langan, a? Xo'sh, kiberxavfsizlikda o'zbekcha blog bor. Biz o'zimiz tarjima qilib boramiz. Sizlar ham o'qishinglar uchun ko'rsataman /blog. had.ai/blog desanglar chiqadi va shu yoqdan maqolalarni o'qishinglar mumkin. Had bo'yicha savollarga javob bera olmayman-da. Oxirida so'raysiz, maylimi savollaringizni. Bu yoqda blog bor. Blogning ichida tarjima maqolalar bor va menga kerakli tarjima maqola mana bu edi. Biroz oxirgi vaziyatlarni muhokama qilish uchun, ekran ortidagi ong qanaqa o'ylashini yana ham yaxshiroq tushunish uchun va undan keyin ekran ortidagi ong bo'lishinglar uchun o'zingizlarni o'zingizlar bilan qoldiraman, o'qishda davom etasizlar. Tak, hozir bir daqiqa sizlarga xo'sh. Sun'iy intellekt mavzusiga to'xtalmabmiz. Esimga tushib ketdi, yaxshi ham esimga tushdi.
sun'iy intellekt masalasida sizlarni qiynayotgan qanaqadir savollar bormi? Sizlarda ham shunaqa o'ylovlar yo'qmi qilib sun'iy intellekt ishimni olib qo'yadimi? To'g'ri narsani o'rganyapmanmi va hokazo degan. Bo'lsa tabiiy hol. Sun'iy intellekt ishingizga yordam bersa beradi, lekin ish topolmaydi. Olib qo'yadimi, olib qo'ymaydi. Nimasi? Albatta olib qo'yadi. Agar o'zingiz ustingizda ishlamasangiz. Yeah, Tushundinglar? Tak, sun'iy intellekt shunaqa narsa. Hozir inson qilayotgan hamma narsa avtomatlashtiriladi. Bundan qochish yo'q. Tushundinglarmi? Hozir shu vaziyatimizda OpenAI'ni hamma data centerlari kuysa, Cloud'niki kuysa, bilmayman, Google'niki kuysa, yer yuzida hammasi yo'q qilingan taqdirda ham sun'iy intellektni to'xtatishning iloji yo'q. Chunki hammamizning kompyuterimizda endi sun'iy intellektlar. Ya'ni machine modellari, tushundinglar? Bular haqida bilishinglar shart. Qaranglar, kiberxavfsizlik xodimisizlar, lekin AI haqida bilishinglar shart. 2030-yilgacha Jahon iqtisodiyot forumini va World Economic Forum bor, hammamiz o'shani reportlarni kutamiz. Bizning banklar o'sha reportini kutadi 4 ko'z bilan, chiqishi bilan o'rganib chiqadida, kompaniyasiga anaqa qiladi, joriy qiladi. 2030-yilgacha borib kiberxavfsizlik eng ko'p so'raladigan skill, ya'ni qaysidir ishga kirmoqchisizlar, kiberxavfsizlik so'raladi sizlardan. Xuddi hozir qaysidir IT ishiga kirmoqchisizlar, umumiy IT dan yoki umumiy dasturlashdan biroz xabaringlar borligi tekshiriladi-yu. Shunga o'xshagan narsa bo'lar ekan. Va birinchi o'rinda nima? Yo'q, sun'iy intellekt. Ikkinchi o'rinda kiberxavfsizlik skilllari deyapman. Va birinchi o'rinda sun'iy intellekt skilllari kerak albatta. Tushundinglar? Endi bundan keyingi proseslarda local mashinalarda, o'zingizlarning kompyuteringlarda deb tushuntiraman. Lekin bunaqa emas. Masalan, mana shu universitetning serveri bor, qaysidir xonasida o'zi joylashgan, to'g'rimi? O'sha serverining ichida lokal sun'iy intellektni ishlatish. Tushundinglar? Va bu lokal sun'iy intellektdan sizlar foydalanishingiz uchun qanaqadir xizmatlar chiqarish. Masalan, sekin do'konlarning ichida o'zini local LLMlari bo'ladi va hokazo va hokazo. Odamlar masofadan API ga pul to'lab ishlatishmaydi, ya'ni ChatGPT ga, Cloud'iga va hokazo. Sekin aksariyat modellarimiz kichraytiriladi va buni kuzatishinglar shart. Juda qiziq mavzu. Masalan, xitoylik olimlar sun'iy intellekt modellarida ancha oldinda. Kecha biz bitta doktor og'aynim bor, paper o'qib turamiz. Bitta paper ko'rsatdim. Microsoft'ni ST5 degan bitta ovoz chiqaradigan sun'iy intellekt modeli bor. Tushundinglarmi? ChatGPT bilan gaplashasizlar-ku. Mana shu modeli bor, sun'iy intellekt modeli bor. Va ular paper yozishadi, ya'ni paper ilmiy ish. Inglizchada paper ilmiy ish. Va bu ilmiy ishni e'lon qilishgan. Biz tepada Microsoft jamoasi deb yozilgan va pastidagi hammasi xitoyliklar. 7 ta olim bor, 7 ta olimning hammasi xitoyliklar. Okay, davom etay. Bu masalada hozir shunaqa sun'iy intellekt pufagi degan narsa haqida eshitdinglarmi? AI bubble degan narsa bor. Bu haqida research qilinglar. Ayniqsa sizlarga kerak. Va aynan mana shu AI bubble portlagan vaziyatda ham, ya'ni sun'iy intellekt yolg'on bo'lib chiqqan vaziyatda ham local LLMlarning ishi davom etadi deyilmoqda. Va mana shu xitoylik olimlar mana shu modelda, masalan, ChatGPTni 4 versiyasi bor, versiya dedim endi, modeli, 4 modeli bor, to'g'rimi? Buni ishlatish uchun bizga super kompyuter kerak. Tushundinglar? Bola, quloqinglarni ochinglar, qiziq va sizlarga juda kerakli mavzu haqida aytayapman. Demak, biz ChatGPTni hozir sizlarda internet orqali ishlayotgan versiyasini kompyuterimga o'rnatishim uchun kompyuterim kamida super kompyuter bo'lishi kerak edi. Va eng kamida bilmayman, iOS video kartasi ishlab turishi kerak unda. Lekin bu xitoylik olimlar o'sha LLMni, o'sha super kompyuterda ishlash kerak bo'lgan LLMni oddiy bizani gaming kompyuterlarda ishlatish usulini o'ylab topishdi. DeepSeek degan texnologiya bor, DeepSeek ChatGPTga muqobil bo'lib chiqdi xitoyliklar tomonidan. DeepSeekni wow dedirgan, ham dasturchiga, ham ommaga yoki bo'lmasa ham mediaga wow dedirgan narsa ham shu edi. Ya'ni OpenAI 1000 ta GPU bilan ishlatayotgan modelni DeepSeek 100 ta bilan epladi. Tushundinglar? Nimani o'zgartirdi? Savol sizlarga. Yo'q. Ya'ni nima qo'shishdi ki shtabi OpenAI orqada qoldi, DeepSeekdan xavotirda qoldi, DeepSeek oldinga chiqdi deb, keyin bir haftadan keyin qaradik, ChatGPT xuddi DeepSeekni texnologiyasiga o'tdi. Tushuntirib beraman, qaranglar. Kiberxavfsizlikdan biroz chiqdi, lekin juda qiziq mavzu. Men bundan 6 oy oldin deyman, masalan, aniq sanalar esimda yo'q. ChatGPT orqali nimadir yozganimda, ChatGPT uni bazaga tashardi, keyin qidirib chiqardi suzib ichidan. Tushundinglarmi? Qani meni ma'lumotim qayoqda?
bu yoqda ekan oldim, bu yoqda ekan oldim, bu yoqda ekan oldim. Endi userga prompt chiqaraman mana. Tushundinglar? Xitoyliklar nima qildi bilasizlarmi? Xitoyliklar ma'lum mendan so'raldi, to'g'rimi? Bir qadam tashlayman. Tak, men bu ma'lumotni topib kela olish uchun yana ham yaxshiroq nima qila olaman? Sun'iy intellekt ishlatdi. Tushundinglarmi? Ha, okey, mana men buni olishim kerak ekan. 3-qadamga o'tdim, tap oldim. Bularni ustida o'rganib chiqdim. Keyingi qadam user yana ham yaxshiroq qanaqa prompt bera olaman? Yana bir qadam tashladim, yana bir qadam tashladim. Eng maqbul versiyani kamroq GPU ishlatgan holatda chiqardim. Mana ichkariga kirib suzib yurishim uchun, ya'ni butun boshli xona faqat menga ajratildi, to'g'rimi? Lekin men qadam chiqqan natijani usersiz yana savol berdim, chiqdi, yana savol berdim, chiqdi, yana savol berdim va eng yaxshi natijani userga berdim. Tushundinglar? Hozir mana ChatGPT ga yozsanglar o'ylashni boshlaydi, thinking deydi. Oldin faqat thinking turardi. Hozir tab chiqaveradi tagidan, bundoq tepaga chiqib ketaveradi. Mana buni qidirdim, internetga mana bunga kirdim, endi mana bunaqa natija va oxirida natijalarni chiqarib beradi. Tushundinglar? Faqat salom demasanglar, biroz uzunroq nimadir so'rasanglar, tushundinglar? Xo'p, unda darrov davom etamiz. Geosiyosat va kiberurushlar ko'rinmas front. Ekran ortidagi ong dedik, ko'rinmas front degan narsa ham bor. Hozir urushlarning aksariyati kiber olamda bo'lyapti. Masalan, Rossiyani aeroportlarini o'chib qolishi yoki Shimoliy Koreya hakerlarni qaysidir kompaniyaga zarar berishi yoki qaysidir kompaniyadan bitcoinlar o'g'irlanishi va hokazo. Bularning hammasi ko'rinmas front. Bu arada shu narsa ham juda mashhur bo'ldi. Xitoyda ishlab chiqarilgan elektrobuslarni masofadan turib o'chirib qo'yish imkoniyati topildi. Kia avtomobillarida bor edi bu narsa. Agar bilsanglar, Kia avtomobillarini dark webdagi bitta web sahifa orqali masofadan ochishinglar mumkin edi yoki bo'lmasa yopishinglar mumkin edi. Hozir o'zgartirishgan, lekin eski Kia mashinalarida hali ham bu narsa aktiv. Va Xitoyda ishlab chiqarilgan elektrobuslarni masofadan o'chirib qo'yish ham xitoyliklarning o'zini kompaniyalari tomonidan elektrobuslarni ma'lumotlarini olish uchun yoki o'g'irlanganda masalan bloklash uchun va hokazo ichiga anaqa dasturiy ta'minot yoziladi. Aynan mana shu dasturiy ta'minotdan kamchilik topilgan. Agar dasturlashni bilsanglar, npm paketlarini bilsanglar kerak. npm paketlari Node.js environmenti uchun Play Market yoki App Store paketlarini shap oladigan joy. Va buni orqasida qanaqa hikoya turibdi bilasizlarmi? npm paketlarini eng topdagi contributor deyiladi-yu, dasturchilardan bittasi ga email kelgan va emailning o'zi ham rasmi bor edi, boshqa maqolada faqat. Emailda shunaqa narsa deyilgan. npm.js ga 2 bosqichli xavfsizlikni qo'ymasang, accounting xavf ostida. Va birga bir dizayn qilingan. Mail olinganda ham o'sha adashmasam qaysi servisdan foydalangan, Firebase mida shunga o'xshagan servisni emailning nomiga o'xshagan mail qo'ygan. Va dasturchi o'ylamasdan bosgan. Bo'lmasa, qaranglar, bitta paket yozish umuman oson ish emas. Men dasturchi sifatida aytayapman, 8 yillik dasturlash tajribam bor. Paket yozish umuman oson ish emas. Bu bir. Paketlar yozish umuman oson ish emas. Bu ikki. Paket contributorligi umuman boshqa narsa. Ya'ni boshqa bitta odam paket yozadi, siz paketingizni uni paketni foydalanishi uchun to'g'rilab berasiz. Ikki xil sistema bir-biri bilan aloqa qilish uchun protokol yozishingiz kerak. Qanaqa tajribali ekanligini tushuntira olyapman, to'g'rimi? Super dinozavr. Va o'ylamasdan linkka bosgan. O'ylamasdan linkka bosib yangi parol qo'ygan. Parolni tasdiqlab yangi parol qo'ygan. Parolni tasdiqlagan vaziyatning o'zida haker buni akkauntiga kirib, npm.js paketlarini, o'zi yozayotgan paketlarini ichiga o'ziga bildirmasdan malicious kod qo'shgan. Tushundinglarmi? Ya'ni zahar qo'shgan. Va endi la'nati bu paketlardan milliardlab odamlar foydalanmaydimi? Tushundinglarmi? Masalan, har Node.js da masalan klikni backendda Node.js klik ishlatasizlar, bundoq pastga tushirsanglar yoki ma'lumotlar keladi, Node.js dan keladi. Katta ehtimol bilan klik ham buzib kirilgan. Katta ehtimol bilan. Tushundinglarmi? Yoki klikni ishlatayotgan boshqa servislar ham katta ehtimol bilan buzib kirilgan. Agar o'sha paketlarni ishlatsa, mashhur paketlar bular. Tushundinglar? Va dasturchi sifatida nima uchun kiber xavfsizlikdan xabaringiz bo'lish kerakligini yaqqol dalili. Haqiqiy dalil, ya'ni tushundinglar? Endi uni qaytarishning iloji yo'q. Shuncha ko'p akkauntga ketgan, qaytarishning iloji yo'q. Bu juda muhim mavzu edi. Android iOS xavfsizligida biroz o'zgarish bor. Ayniqsa Apple'da Pegasusni bilsanglar kerak. Pegasus masofadan sizlardan ruxsat so'ramasdan qurilmalarga kirish uchun ma'lum bir tashkilotlarga ruxsat beradigan kompaniya. Tushundinglar? Va iOS 26 Pegasus kirib chiqqan loglarni o'chirib tashlayotgan ekan.
Shunda yani xuddi so'yilgan jo'jadek topshiryapti sizlarni. Oldin Pegasus hujum qilganmi, qilmaganmi bilardik. Nima uchun? Chunki telefonim buzildi deb hakerning oldiga borganinglarda haker tappa uni kompyuterga olardida, tap enterni bosardi, keyin loglari chiqib keladi. Mana bittadan masofadan bog'lanish bo'lgan sanga katta ehtimol bilan Pegasus orqali buzib kirishgan der edik. Endi iOS qurilmalariga Pegasus buzib kirilganda unaqa log yo'q. Kompaniya tomonidan o'chirib yuboriladi, tushundinglar? Android ekotizimida Radzarat men buni o'qimabman. Starness kabi yangi trayonlar paydo bo'lgan, zaifliklar va patchlar Windows va nihoyat bu yoqda yozmabdi-da. Windowsni ichida tizimda shunaqa bitta joy bor edi. Faqat buzib kirish imkoniyati bo'lgan. Windows ham katta ehtimol bilan uni doimiy tarzda ochiq qoldiradi. Va nihoyat Windows 10 yangi versiyasida patch qilibdi. Bu 10 yildan beri bor muammo edi. Sun'iy intellekt do'stmi yoki dushman, bu haqida biroz gaplashdik. Men sizlarga DeepSeek qanaqa ishlashini tushuntirib berdim. Va O'zbekistonda bo'lgan Markaziy Yevrosiyo kiberxavfsizlik sammiti bo'ldi. Bilasizlar, bu yoqda nima bo'lardi? Hackatoni bo'ladi-yu. Cyberkent musobaqasi bor. Unga ham qatnashib ko'ringlar. Biz uspet qila olmadik. Qozog'iston Kazxakistan 2025 ni o'tkazdi. Buni founder ham juda bir yaxshi inson. Va shunaqa. Xo'p, men juda ko'p mavzuga tayyorlandim, faqat vaqtimiz qisqa. Qisqaroq qilib aytaman. Kiberxavfsizlik xodimlari sun'iy intellektdan foydalanishni zudlik bilan bilishi kerak. Nima uchun? Chunki hakerlar kutib o'tirmaydi. Zudlik bilan foydalanishyapti ular. Biz shunaqa tizimning ustida ishlayapmiz, masalan. Tizimlarning ichiga kiradi va antivirus aniqlay olmaydi. Shunaqa virusning ustida ishlayapmiz-da, endi litsenziya bilan sotish endi. Va buni qanaqa qilib qildik? Sun'iy intellektdan foydalandik. Tushundinglar? Boshqachasiga agar shu loyihaga kirishsak, kamida 3 yil vaqtimiz ketardiki, mutaxassis topa olmasdik. O'tirib yozish uchun. Tushundinglar? Hozir masalan, mana oldin 6 oylab bitta proyektni ko'tarib olish uchun vaqtim ketardi. 6 oylab, hozir masalan 1 oyga tushgan. 1 oyda loyiha ko'tariladi bemalol. Vibe coding nima bilasizlar? Prompt orqali kod yozishinglar. Prompt orqali yozasizlar, sizlarga veb-sayt tayyorlab beriladi, kod tayyorlab beriladi, to'g'rimi? Vibe hacking ham xuddi shunaqami? Vibe hacking ham xuddi shunaqa. Faqat endi bunaqa toollar yo'q deyarli, kam juda ham, ya'ni o'tira olib faqat Vibe hacking qila oladigan hali birorta platforma yo'q. Ki bilasizlar, agar chiqsa uni noqonuniy tarzda ishlatish ommaviylashib ketadi. Lekin shunaqa AI modellari bor. Sizlar uni o'zingizlar olib, kompyuteringizda o'zgartirib, o'zingizlar uchun ishlashga majburlashinglar mumkin. Qilishinglar shart bo'lgan narsa borlar. Kelajakdan keldim, sizlarni o'zingizlarman. Tushundinglar? 3 yildan keyin qarabsizlar, mana shularning ustida ishlab chiqdinglar, shundoq bozorga qarabsizlar, hamma joyda boyagi Click boshqalari AI LLM manager biladigan kiberxavfsizlik xodimi qidiryapman yoki AI biladigan dasturchi qidiryapman, AI biladigan farrosh qidiryapman deb e'lon berishni boshlaydi. Tushundinglar? Hozirroq qilishinglar kerak bo'lgan narsa va sizlarning do'stinglar Higgsfield Hugging Face degan platforma bor. Kelinglar, buni ham ko'rsataman va shu bilan savollarga o'tamiz. Tak, Hugging Face ning ichida AI modellar bor. Aksariyati open source. Masalan, GPT ning open source loyihalarini ham shuning ichidan topasizlar. Olasizlar va o'rganish protsessiga kirasizlar. Tushundinglar? O'zingizlarning startapinglarni qilish, kiberxavfsizlikni yana ham yaxshiroq tushunish, AI modellash qanaqa ekanligini yaqinroqdan tanishtiradigan sizlarga modellar bor. Shularning ustida ishlaysizlar. Va machine learning nima ekanligini YouTube videolari orqali o'rganinglar hech bo'lmasa. Tushundinglar? Machine learning. O'zbekchada nima deymiz machine learningga? Mashina o'qitilishi, mashina o'rganishi. Tushundinglar? Men masalan 5 yil yoki 10 yil oldin nimani o'rganishim kerak desa, dasturlashtirdim. Hozir sun'iy intellektni o'rganishinglar shart. Tushundinglar? Buni yana ham ahamiyatini, jiddiyligini tushuntirish uchun 3 marta takrorladim. Xo'p, endi bu kitobni sizlarga beraman. Mashinada olib tushish uchun yordam berasizlar, maylim. Faqat kitobni o'qishinglar kerak. Yoki bu kitobni bilmayman, men ma'muriyatingizga beraman. U keyin sizlarga beradimi? Boshqa universitetlar ma'muriyatni olib kutubxonaga tiqyapti. Bilmayman, o'zingizlar hal qilinglar, ma'muriyat maylimi? Agar kutubxonaga qo'yilsa, borib o'sha yerdan o'qiysizlar, agar o'zingizlarga berilsa, o'qiysizlar. Kitob o'qish uchun berilyapti, maylimi? Shunchaki hakerlikni o'rgatar ekan, qani olib qo'yaylikchi.
balki qaysidir tuvagimni tagida yaxshi turar va hokazoga o'xshagan narsa uchun emas. Maylimi? Tushundinglar? Bu kitob o'qilishi shart. Sizlar o'qib bo'ldinglar, boshqalarga berasizlar. Meni kutubxonam yo'q, masalan, uyda kichkina bo'lsa ham, chunki o'qigan kitoblarim kim so'rasa beraman. Qaytarib olmayman. Bir marta o'qiladi kitob. Qayta-qayta o'qimasanglar kerak. Tushunarli? O'qiysizlar, yon atrofinglardagiga berasizlar, o'qiysizlar, ukanglarga berasizlar, o'qiysizlar, akanglarga berasizlar va hokazo, hokazo. Xo'p. Men yana boshqa boshinglarni qotirmay endi. Uyqinglar ham kelib qoldi shundoq ham. Leksiya uchun kelmadim, dars o'tish uchun kelmadim. Aslida sizlarga qiziq-qiziq voqealar haqida aytib berishim kerak edi. Lekin unaqa qila olmayman. Sal foydali bo'lay, undan keyin qiziqroq mavzular dedim va qiziq mavzular haqida ham to'xtaldik. Sizlarga dasturchilarni keysini olib keldim va hokazo. Kiberxavfsizlikni bilishinglar shart, kim bo'lishidan qat'iy nazarki, sizlar o'zi kiberxavfsizlik xodimsizlar. Faqat qarab o'tirish yo'q. Tushundinglar? O'rganishinglar shart. O'rganishinglar shart va boshlaysizlar, mana bu kitobdan o'zi boshlab bo'lgansizlar. Xo'p, savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin. Eshitaman. ATPlarga qarshi O'zbekistonda kiberxavfsizlik imtiyozlari ATP? ATP nima? haligi davlat tomonidan yo'llanadigan vakillar. Masalan, Eron, ATP, Ya'ni bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Masalan, hozir Amerika bilan Isroil ATPlari Eronga yadroni nomida hujum qilgan. shunaqa. Keyin Janubiy Shimoliy Koreya va Lazarus. Shunaqa. Sony kompaniyasiga Shunaqa. ATP dedikmi buni? Qisqartma bo'lgan holati nima ekan? Xullas, bunaqa hakerlar bizda ham bor. Ikkinchi nomi bilan nima deymiz ularni? Hammada bor u, butun yer yuzida bor u narsa, virtual olamda bor. Aksariyatini biz trollar deymiz. Virtual olamda o'tirishadi. Siz aytayotgan biroz jiddiyroq. Albatta bor. Men bilmayman, ko'rmaganman. Lekin yo'q bo'lsa endi bilmadim. Yo'q bo'lsa eshikni tepib chiqib ketardim. Bor albatta. Kiberxavfsizlik xodimlariga talabni oshishini sababi diqqat bilan e'tibor qilinglar. Bu veb-saytda ham ko'rsatgan loyihalarim hammasi sun'iy intellekt proyektlarni, produktlarni shu darajada sonini ko'paytirib tashlaydi. Tasavvuringizga sig'maydi. Do'konchi o'zini veb-saytini ochib oladi. Tushundinglarmi? Masalan, hozir bizda qaysi do'konlarning veb-sayti bor? Korzinka o'ziniki bor. Yana mayda-chuyda boshqa veb-saytlarniki va hokazolar bor, aksariyati ishlatilmasa ham. Lekin oldin masalan Korzinka veb-sayt qildirish uchun $50 ming xarajat qilardi, 1 yil development bo'lardi, 20 ta odam ishlardi, keyin kod chiqardi. Hozir unaqa emas. Tushundinglarmi? Juda bunchalik osonlashmagan bo'lsa ham, hozir buni karralab kam qiymatida yoki masalan o'tirib olib agar o'zi dasturchi bo'lsa, do'konchini bemalol o'tirib o'zini saytini ochishi mumkin va bu bolalar oddiy insonlarni ham kod yoza oladigan qobiliyatini olib keldi. Endi loyiha shu darajada ko'payadi, uni xavfsizligini ta'minlash albatta shart bo'ladi. Tushundinglar? Ayniqsa sizlar kiberxavfsizlik xodimi sifatida yana ham yaxshiroq loyihalarni o'zingizlar qura olasizlar. O'zingizlar. O'shaning uchun skriptlash logikasini tushunishinglar kerak. Kodlash logikasini tushunishinglar kerak. Front-end, back-end qilib ko'ringlar. Linux ishlatsanglar, Linuxda hosting qilishinglar mumkin, o'zingizlarning lokal hostinglarda nimadirlar ishlatishinglar mumkin, qiziqish orqali davom etadi. Kimda yana savol bor? Xo'p, unda savolinglar bo'lmasa, shu bilan eshitaman. Ikkalasini ham qilinglar. Sizlarning ya'ni bo'sh vaqtingizdan ko'p nima bor? Fakultetda olsa qani, Foundationda universitetda o'zi savol beryapti. Foundationda 1 yil o'qilinadi. Keyin xohlagani yoki AI tanlaydi yoki kiberxavfsizlik tanlaydi. O'shalarni qaysi birini tanlaylik biz deyapti. Unda o'zingizlar sharoitingizga qaraysizlar. Men qayerdan bilaman? Qiziqishingizga qarab. Qiziqishingizga qarab. Keyin Ikkalasini ham kelajagi super. Ikkalasiga ham agar garantiya kerak bo'lsa, beringlar hujjat imzolab ketay. Ikkalasi ham juda chiroyli kasblar. Kiberxavfsizlik ham sun'iy intellekt ham. Ikkalasi ham juda chiroyli boshlang'ichlar. Masalan, kiberxavfsizlikni bilib boshlasanglar, sun'iy intellekt o'rnatiladigan tizimlar qanaqa ishlaydi, sun'iy intellektning o'zi qanaqa ishlaydi, biroz tushunchanglar bo'ladi. Sun'iy intellekt modellarini ustida ishlasanglar, sun'iy intellektga yana ham chuqurroq kirasizlar. Masalan, modellarni o'zi qanaqa qilib noldan quriladi? Bilmayman, modellar nimaga qarab farqlanadi? Boyagi machine learning algoritmlari qanaqa? Reinforcement learning nima? Va hokazo, tushundinglar? Ya qachondir baribir ulaysizlar bir-birini. Ishonavering menga, kiberxavfsizlikni tanlasangiz, sun'iy intellekt ulaysiz. Sun'iy intellekt tanlasangiz, kiberxavfsizlikni o'rganasiz. Shu darajada ko'p vaqtingiz bo'ladi. Ayniqsa universitet tugatganingizdan keyin. Ish qidirish protsessida ayniqsa, ishga, masalan, universitet tugatgandan keyin birinchi qiladigan ishinglar ish qidirish, to'g'rimi? Ish qidirish protsessi qanaqa boshlanadi? Chiqasizlar, bozorga qaraysizlar.
Ya'ni kim oladi mani yo kim oladi yo deb. To'g'ri. Keyin requirementlarni ko'rasizlar. Bittasi sizlarga sal to'g'ri kelyapti, lekin qo'shimcha nimadir o'rganish belgilangan. Kompyuteringlarni ochasizlar, o'rganasizlar. Universitetdan o'rganadigan narsanglar qanaqa qilib o'rganishni o'rganish. Okay? Yana kimda nima savol bor? Universitetdagi vaqtinglar eng golden vaqtinglar. Eng tilla vaqtinglar. Bundan to'g'ri foydalanishinglar shart. Shart deyapman, qaranglar, shunchaki emas. Endi hozir chiqqaninglardan darrov yana talabalik hayotingizga qaytishinglar mumkin. Lekin 4 yildan keyin tugatasizlar universitetni. Tushundinglar? Juda chiroyli foydalaninglar universitetdan. Juda chiroyli maskan universitet. Kimda savol bor? Eshitaman. Eshitaman. Hatto o'qib davom etadi. Misol uchun Bu masalaga to'xtalmaylik, mayli. qabul qila olmasa o'quvchi O'quvchi qabul qila olmasa. O'quvchi qabul qila olmasa. Nima sababdan bo'lishi mumkin qabul qila olmasligi? Masalan, chindan o'zini requirementlari to'g'ri kelmaydi. Masalan, GTA 6 ni, GTA 5 ni oddiy kompyuterga o'rnatib bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunga o'xshagan nimadirmi yoki boshlang'ich bilimlari yetarli emasmi? Yoki zerikdimi darsdan yoki qiziqmadimi? Shunga o'xshagan omillar bor. O'sha omillarni to'g'ri topish kerak. Undan keyin yo'l tanlaysiz. Nima qilsam, qaytadan o'qisammi yoki bu sohada davom etsammi, menga yoqmadi va hokazo. Oddiy savol emas-da, oddiy javob bera olmayman. Xo'p, savolingiz bormi? Kelayotgan 5 yil ichida fantastika o'rganish qanchalik muhim? Super darajada muhim. Men juda maslahat beraman. Nima uchun bilasizmi? Pentester bo'lib ishlash uchun emas, masalan. Pentester bo'lib ishlash uchun ham okey. Lekin pentester tizimga umuman boshqacha qaraydi. Qurayotgan narsalarini umuman boshqacha quradi. Masalan, aytayapman, dasturchi faqat qurish protsessini o'rganadi va faqat o'ziga tegishli bo'lgan qismini o'rganadi. Masalan, bitta front-end dasturchi faqat front-end qurish haqida o'ylaydi. Lekin kiber xavfsizlik xodimi ham front-end zaifliklarini ustida ishlagani uchun front-endni, masalan, XSS, ham serverdagi token zaifliklarini o'rganish uchun back-end, ham bilmayman, hostda Apache hostlarida qanaqa qilib bog'langan yoki dasturlash tilidagi zaiflikni aniqlash uchun dasturlash tilini o'zini hammasini chuqur o'rganadi. Tushundinglar? Shuning uchun ham men qat'iyan maslahat beraman kiber xavfsizlik xodimi bo'lishinglar. Juda to'g'ri yo'ldasizlar. Tak, unda eventga kelganinglar uchun tashakkur. Men kitoblarni topshiraman. Kutubxonaga topshirilsa kutubxonadan, o'zingizga topshirsa o'zingizlar kitobni o'qinglar, foydali bo'lsin.